Hürmetli televizyon kögüçler, yaxşımısılar? Şarkı Türkistan Uygur Ali Kengeş Yığınının vekilleri Amerika'nın paytaxtı Washington'a yetip geldi. Dünya Uygur Kurultayı, Erkinlik Üyü, Amerika Uygur Birleşmesi ve Uygur Kişilik Hukuk Fondu Cemiyeti qatarlıq təşkilatlarının bir yıldan buyan elip beriyotqan tayyorlik xizmatları en axırkı basqıçqa qadam qoydu. Amerika, Kanada, Angliya, Fransiya, Şvetsiya, Şveysariya, Norvegiya, Finlandiya, Belgiya, Daniya, Germaniya, Gollandiya, Avstriya, Vengriya, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Saudi Arabistan, Yaponiya, Avustraliya qatar devletlerden bulup 150 nefer Uygur Ali Kengeş Yığını vekili Amerika'nın paytaxtı Washington'a yetip geldi. Ular Amerika'daki Holiday Inn namlıq mehmanxanaga o'rinlashdi. Sharqiy Turkiston Ali Kengeş Yığını 5 ayının 2 gününden 8 günüge davamlaşıdı. Vekiller әтiki yığınının tayyorligi uchun Sharqiy Turkiston tayyorlik komiteti hayatlariga tizimlatib, yığınning kun tartiblarini qo'lga olib, Holiday Inn namlıq mehmanxonaning yığın zalida Amerikadagi Uyg'ur qarindoshlar elib kelgan mezlik taomlardan birlikda huzurlandi. Ular birlikda Kengeş Yığınının muvaffaqiyatli echilishiga umid bilan qarashmoqda. Amerika'nın paytaxtı Washington kelganlardan biz Amerika'daki hammamiz nihoyatda xursand, nihoyatda xo'shal. Chunki hamda bu qismdagi yig'in bir tarixiy ahamiyatga ega bir yig'in. Endi hammanglar xush kelibsizlar, nihoyatda yaxshi. Bugun shuncha uzun yillardan jabatan kelganlarga nihoyatda xush bo'ldim. Yuqorida olim setib aytdi. Biz bu yerga yigili ishkili o'yinig'ili kamidoq hammamiz Sharq Turkistonning taqdirini qanday bir taraf qilamiz, ya'ni Uyg'uristonning taqdirini qanday bir taraf qilamiz deb keldik. Endi biz uzun yillardan beri o'zinglarning xabari bor, biz mustaqil qilamiz degan bu shuarni biz 200 yildan beri vaqirgan bilan bizning 200 yil ichida bundan 62 yilning oldingi asrda, shu oldingi asrdagi 62 yilning oldida bizningki dahiylarimiz, qahramonlarimiz qon to'kib jon berib, ikki qitim davlat qurdi. Chunki ularning planli qurol ko'taradi qo'liga, cho'ng davlatlar orqada turadi, har xil ishni qiladi. Qilalig'anlik uchun ular mustaqillikka ikki qitim vatanimizga erishdi. Endi biz 62 yil oldi Xitoy hukumati besib olgandan tortib ta hozirgacha o'zimizning mustaqillik uchun 1 million 200 mingdan ortiq odam Xitoyning qo'lida o'lim bilan o'z shetib o'lib tugatdi. Atomda deymiz, boshqa usulda deymiz, o'ldirish, etish qatorliq ishlarda. Lekin biz hozirgacha mustaqilligimizga erishish niyetimizden vazgeçmedik, şunçlar kurban verişler olsun, şu yolda kitibatımız. Bırak biz kandak kılıp Şarkı Türkistan'ı müstakil kılımız. Kandak kılıp yani Şarkı Türkistan yani Uyguristan'ı müstakil kılımız degen bu fikir ne? Biz muşurdak bir planı oturga açıkmadık. Açığa anlaydıgan bir şarayet pişip yetilmedi. Hem özümüz mi pişip yetilmedik. Hem de hazır halkara vaziyette biz kandak olmuşmuş 5-6 yıl içinde muş şarayetini muş asasını, muş yıkın 10 yıl içinde pişirip yetildirdik. Halkara vaziyet mi pişip yetildi? Xitoyning içindeki halkımız mı pişip yetildi? Arzularımız bilen bizim kılatkan ameliyatimiz birleşti. Endi biz Şarkı Türkistan'ı azat kılımız, qanday azat kılımız zadı? Qaysi baldaqlarda, qaysi yollarda ötüşümüz gerek? Nurgulluğun yaş ziyalilerimiz meydana geldi. Nurgulluğun alimlerimiz meydana geldi. Bunun keni Şarkı Türkistanlıktan, mayli Özbek, mayli Tatar, mayli Kırgız, Şarkı Türkistanlıktan keni var bir adam da Şarkı Türkistan'ın müstakil kılmaydıgan bir ideya yok. Hem adamda müstakil kıldıgan ideya var. Lekin şu ideyanı qanday amalga oshirish meselesinde bizde nurg'un talash tartishlar bo'lib ketdi. Ba'zilarimiz mayol bilan basaqlarimiz dedik, ba'zilarimiz mayol bilan basaqlarimiz dedik, ba'zilarimiz zaten şu şuarni to'lab qasaq bo'ldi dedik. Ben bu şuar to'lab qilishga men o'zim qo'shilmayman. Jumladan bizning xalqimiz hozir pishib yetildi, xalqimiz mı qo'shilmaydi? Xalqimiz mı bir minut taqozo bo'lib keldi hozir. U nima zaten qanday qilib o'zi his qilgan va his qilmagan holda zaten Sharqi Turkistonni qanday qilib azod qilamiz degan bir narsani birsidan anglaydigan, bir ideyani birsidan topadigan haqda mushta istak paydo bo'ldi. Mumkin mushta amaliy javob beradigan vaqtimiz bo'lmadi. Yuqorida aytdim, yosh ziyolilarimiz yetishib kelyapti. Nurg'un olimlarimiz yetishib kelyapti. Xalqaro strategiychilar va olimlar, tadqiqotchilar bizga moslashib
vatanimizni qanday qo'limizga qaytarib berish to'g'riliq maslahatlarni beryapti. Demak, mana shunday bir paytda men va bu qitim bu yig'inni Dunyo Uyg'ur qo'ltiqi ochmadi. Men va mening atrofimdagi barliq qo'llovchilarim birlikda bu so'rin, bu dasturxonni sizlarga hazırladik. Biz bu dasturxonni Qozog'istonda hazırlığımız var edi. Çünkü bizim 2-3 milyon Uyg'urimiz oshkor etib, oshkorlamagan bilan 3 milyondek Uyg'urimiz var. 2 milyon desek hozir davatimiz amaliyat 3 milyondek Uyg'urlar var. Ha O'zbekistonda shunchalik. Biz ya Qirg'izistonda, ya Qozog'istonda, ya O'zbekistonda ochishimiz kerakdi. Faqat bo'lmaganda Turkiyada bizning qarindoshlarimiz bayada etishimiz kerakdi. Lekin u yerga biz kiramadik. Bizga bu sharoit bo'lmadi. Unda hozir biz qayerga etishimiz kerak deganda dunyoning siyosiy markazi bo'lgan. Butun dunyoning taqdiri bilan o'ynayotgan Alloh taolo mushuni bir nusrat bergan. Xudoyim har qanday bir bandalarga mayli u boshqa millat bo'lsin, boshqa din bo'lsin, qanday o'zi berdi u nusratni. Bir adam bermedi, uni bunu qilaydi ekanmiz, u bo'lmaydi, bu bo'lmaydi. Shu davlatga, shu millatga yaratgan Allohning bergan nusrat beri ve onun hukuk var, şunu ma'lum darajada shular yurgizdi. Demak, hozir dunyoning poytaxti bo'lib, dunyoning siyosatini bir-biriga shahbat taxtida o'ynayotgan Amerika. Amerika dunyoning poytaxti ham hozir. Amerika dunyoning siyosatini o'ynayotgan o'rin. Masalan, bütün islom dunyosidagi qarindoshlarimiz Amerikani tilaydi, yamanchi qarindoshlarimiz. Lekin Amerikaning sizib qo'ygan siziqidan chiqmaydi. Amerikadan din bo'yicha ish qiladi. Endi biz Amerikaga yo'linib ish qilayotganlarni ayada turib tilaydi. Xitoyning hozirgi iqtisodiy dunyoning ko'rinishi qo'ymichilarning ko'rinishi. Dunyoni hammaning og'zini to'qlayotdi, amaliyotda o'zining ishi qilib ketdi. Ham dunyoga nayt qattiq ko'ranglik qilyapti. Dunyoni kamsityapti. Xalqaro buni to'nib ketdi. Burun biz to'nib ketgandik. Biz to'nib ketib xalqaroga to'nibmoqchi bo'lib, vaqirgan, yig'ilgan. Hatta bizim gibimiz işendiler. Hazır endi hemmisi konup gidip hem G'arb dünyası ve İslam dünyasını konuşqa başladı. Endi biz İslam dünyasını şunu tanıtırgan hizmetini bizni kıldırgan paytimiz geldi. Şuna biz dal şundaq bir paytda dünya bizni faydalandı. Dünya bizni faydalansa biz qanday qilishimiz kerak? Qanday qilib o'zimizning Sharqi Turkiston vatanimizni mustaqil qilamiz? Qanday xarita sizimiz? Qanday yo'ldomanimiz? Qanday shumishni ko'tarib xalqning beshiga urib olamdiq Sharq Turkistonni yoki qog'oz bilan olamdiq yoki ovoz bilan olamdiq yoki mana agir to'qa yo'llar bilan menib olamdiq yoki tub-tuz berib olamdiq. Mushuni bizning ziyolilarimiz qolisidan tafakkurini o'tirib qo'ydi. Biz uning hammani qo'shib muzokara qilib ko'pchilikning ovozini birlikka akilib ko'pchilik bergan huquqni qo'limizga bergan huquqni ma'ni qilsak bo'ladi. Ma yo'lda menib bizning vatanimizni ozod qilib bergan xalqning ruhini olgandan keyin ana biz shumishni qo'limizga tutgandan keyin qozondagi oshni supura olamiz. Biz o'zimiz beriblan Sharq Turkistondan manda mustaqil qilamiz deyamaymiz. Bizning haqqimiz yo'q. Sizlar butun xalqning vakili bo'lib, sizlar bersizlar o huquqni bizga. Shuning uchun bu huquqni biz xalqni demokratiya bilan, erkinlik bilan xalqning o'xshamagan fikrdagilarning hammasini o'rtaq fikrini o'rtaqlashtirib, qaysimizning fikri to'g'ri bo'lsa, shuning oqida mangamiz. Biz vatanni ozod qilsak bo'ladi. Biz vatanni ozod qilib chiqdik. Bu biz nimishga chiqdik bu yerga? Nimishga birikib o'tiramiz? Shuna biz mushu o'xshamagan fikrga, hamma fikrlarni mishaga yig'ildi. 350 odam dasturxon tayyorlamoqchi bo'ldi. O'ylab bakinglar, Amerikada bir yerda bir mo'cham puli yo'q. Bir Uyg'urning uyini ololmay dunyodan $1000 pul so'rab, har bir odamdan yugurib yurgan bir tashkilot yoki bir onalar mushu 350 odamga Amerikada yerda so'rin hozirlamak oson emas. O yotoq tayyorlab, tomoq tayyorlamak oson emas. Lekin biz mushundaq bir fursatni katkizib qo'ymaslik uchun tavakkilchilikni peshonimizga oldik. Tavakkul Xudoga o'zimizni topshirdik. Buni oshmasak bo'lmaydi, vaqt yetib kelib qoldi. Qog'ini yaratgan Allohning o'ziga topshirib qildik bu ishni. Qilibdik. Butun ko'pchilik xalq bizni har tarafdan qo'lladik. Yig'inimiz maydonga keldi. Garchi biz 350 odamni dunyo bo'yicha chaqiramiz degan bo'lsak-mu, biz shunga g'ayrat qilib maydonning 350 odamni balqini taqatgan bo'lsak-mu, lekin Xitoyning nurg'un to'sqinligi va nurg'un sabablar tufayli bizning 100 dan ortiq odamimiz naq maydonga kelib o'tiribdi. Endi mush kelganlar va yuqorida aytib o'tgandik, tomoq yegili, o'ynagili, kulgili kagini yo'q. Tomoq
yeyish, ichish, hamma narsa o'zining uyida bor. Shuncha uzoq yerlardan necha ming dollar pulni xashlab, biletni ilib, yana bir haftalik xizmatini tashlab, har bir şey kelgan odam qanchalik badal to'laydi degan. Bu yerga keladigan odam badal to'lashni o'rgangan odam kelaydi. Badal to'lashni o'rganmagan odam kelmaydi. Nimishqa u bir kunlik mi badal to'lab bo'lmaydi. Bir kun ishimda qasam ancha pul ketib ketadi. Shu badalning cho'ngi va kichigi bor. Kichikini to'laydigan odam kelgusi cho'ngini to'laydi. Badal to'lab yig'ildik bu yerga. Shu badal to'lagunimizga yarasha har bir minut, har bir soat, har bir sekundni qimmatli ishlatishimiz kerak. Biz bir-birimizni ko'zimizga ilmay, voy jon, u sesiq odamdan, o maymoq, o savodsizdan nima chiqdi degan odamimizdan gavhar chiqishi mumkin. Tinib tish yaqqan bu o'rmonni sen salqarma, uning ichidan bir narsa chiqirgan, uning ichidan bir narsa chiqishi mumkin. Har bir odamning talantidan, fikridan foydalanib, shuni bir yerga yig'lab, andikin Sharq Turkistonning ozod qilish yo'l xaritasini sizish bizning burchimiz deb qarab, bu oddiy sorunimizni hozirladik. Ham o'zimizning xalqimizga berdik. Hargiz ümitsizlarga ölüp atsan apan o'lgan bo'lsa balanchi, balan bo'lib atgan bo'lsa ogamchi. Mana biz butun dunyo sening g'aming yavatimizda osh xalqimiz uchun bu yerga yig'ilgan eng oliyjanob Sharqi Turkistonning eng turi mana shu tur bugun Sharqi Turkistonning taqdiriga kim ko'ngil bo'lgan bo'lsa, shu sorun Sharqi Turkistonning turida o'tiryapti. Sharqi Turkistonning turi. Shu turga eng oliyjanob, eng güzel, en mihriban, en suyumlik adamlar yig'ildi. Xitoyning jasosi bo'lib, shuning ichiga kirib qolgan bo'lishi mumkin, evatgan bo'lishi mumkin deyapmiz. Insof, Xudo undaq odamni uruydi. Xudo uruydi undaq odamni. Xalqimiz qonga milib ketyapti. O'zi Uyg'ur bo'lish sifati bilan, o'zi Sharq Turkistonlik bo'lish sifati bilan, aşı yig'layotgan bolalarning ko'zidan eqiyotgan yoshning qisaskari bo'lsa, aş to'kilayotgan qonning qisaskari bo'lib Xitoyga bizning axborotimizni bersa, uni Xudo shunda urdiki, u dunyo emas, bu dunyoda at yoki o'g'il urishi mumkin. U urmasa, sizni boş qo'ymaymiz. Nayt ajallik zarba beramiz bundaqlarga. Biz Germaniyaga va ma'lum davlatlarga, ma'lum odamlarni Xitoyning jasosi deb biz axborot berdik. Biz burun Uyg'urlar çekiştirse yaman buldu. Bo'lmaydi deb. Hozir bunda o'ylamaymiz. Uyg'urni çekiştirgan xoinni cho'qin tutib berishimiz kerak. Tutish bizning majburiyatimiz deb qoldi. Shuning uchun biz g'arb dunyosiga ma'lum davlatlarga axborot berdik. Ularni qo'lga oldik. Rost tekshirish shunda chiqdi. Bizning bergan axborotimiz yolg'iz chiqmadi. 16 odamni gumonliq chiqib, 4 ni qo'lga oldi. Ikkisi yaqinda kesin-kesildi. Shvetsiyadan boshqa Germaniyaning o'zida. Demak biz hozir bizmi bo'shatmayapmiz. Amerikaning bexatarlik idorasiga berdik, Amerikaning ichida bog'ladi. Yana boshqa yerliklarni egallab beryapmiz hozir. Biz bundan keyin jasuslarga ham shu yerdagi davlatning hokimiyati bilan, ham o'zimizning ishimizga diktator bilan javob beramiz. Chunki bizning taqdirimizni tarixdan beri vayron qilayotgan bir qacha osh uchun, kichkina narsa uchun shunday uyat ishni qilayotgan odamlar aşı shu. Biz oshlar tufayli vatanimizdan ayrildik. Oshlar tufayli bizning bolalarimiz turmuga yetyapti. Sizlarning mishaga evatgan xonimlaringlarga, mishaga sizlar yo'lga solgan bolalaringlarga, uyinglarga rahmat. Yansın her yerde